Barcha muslimalar va musulmonlar kutgan oy ro'za oyi boshlandi. Hammamiz uchun barakatli va sabrli yil bo'lsin deb, qaysi holatlarda ro'za tutish mumkin emasligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Agarda siz jarrohlik amaliyotiga tayyorlanayotgan yoki jarrohlik amaliyotidan keyingi holatda bo'lsangiz, sizga aniq ro'za tutish mumkin emas. Agarda sizda jigar xastaligi yoki buyrak xastaligi bo'lsa, shifokorning ruxsatisiz sizga ro'za tutish mumkin emas. Agar sizda arterial qon bosimi baland yuradigan bo'lsa, sizga ro'za tutish mumkin emas. Agarda qandli diabet kasalligi bo'lsa, birinchi turi va insulinga bog'liq holatlarda ro'za tutish mumkin emas. Lekin ro'zani tutish insonning iymoniga va xohishiga bog'liq. Agarda siz ro'za tutishni xohlayotgan bo'lsangiz, unda qandli diabet kasalligi bo'lgan insonlarga maslahatim: qondagi qandni kuniga bir necha marta o'lchashga harakat qiling. Glyukometr yordamida qondagi qand o'lchanganda 16 dan baland bo'lsa, og'izni ochib, dori preparatlaringizni qabul qiling. Agar qondagi qand 4 dan tushib ketgan bo'lsa, unda shirin choy qabul qilishingiz kerak va ro'zani buzishingizga to'g'ri keladi. Shuni ta'kidlamoqchimanki, agarda siz bir necha marotaba, bir necha kun o'zingizni yomon his qilsangiz, unda ro'zani to'xtatib, uni o'rniga fidya berganingiz to'g'ri bo'ladi. Bu videoni tegishli insonlarga jo'natib qo'ying. Ularga foydasi tegsa, xursand bo'laman.